Assalamu alaikum, hurmatly Qirg'iz xalqi. Mana o'zingizlar ko'rib turgandek, biz hozir Buyuk Qadr kechasida o'tiramiz. Bardingizlarni Buyuk Qadr kechasi bilan bayramingizlarni qutlaymiz. Jana shunday shu do'stlarimiz bilan biz kelib hozir Senkan mechitda Qadr kuni to'zib chatamiz. Mana qilmish bilan bu yoqda to'q turadi, to'q chep, shunday suvlarni ichib hozir o'z chapqanga tayyorlanib chatamiz. Bardigi yaxshi bo'ldi. Bu yoqdan o'z ochdik, iftor qildik. Endi Xudo buyursa, hozir sarlik qilib, o'zi usti jab, yaxshi o'tkazamiz. Bardigi yaxshi bo'ldi. Odamlarda aya ko'p, yoshlarda da bardigini chiqib ketmoqchi kelib, qadr kuni to'ssanlar bo'ladi shunday. Bizdagi o'zimizning do'stlarimiz bilan kelib, yaxshi qadr kuni to'sib chatamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tug'anlar. Bugungi Ramazon adli to'smoqdanday 12 ayning sultoni deb o'tgan Ramazon oyi. Ramazon oyida 12 ayning tushgandek Ramazon. Ana shunday bu günüde shu qadr kuni bir Alloh taologa ibodat qilsak shu kuni 83 yil jana 4 oy Mo'min yolunda ibadet kılan adam, Mo'min'in soğuk çektikken aslında barışın sohbeti olur, ahirette barışın geçirlik, cennetten onu başlıyor. İnşallah ayet kamar gelsin. Kimdeki mozası Allah razı olsun. Emin